Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Butun O'zbekiston bizni kuzatib borayotgan muxlislarimiz YouTube kanalida, Instagramda, ijtimoiy tarmoqlarda Aziz Ekskavator kanalini ko'rib borayotgan maxsus texnika ishqibozlari yana nima deymiz? Bir ikkita pul topib aql topmagan deymizmi? Shunaqa mijozlarimizga ko'zni kattaroq ochamiz. Juda ko'p guvoh bo'lyapmiz. Texnikani o'zini narxidan 100 million, 200 million qimmatga olyapsizlar. Bir xillar 800 million, 850 milliondan ana JCB'ga o'xshagan ekskavator kovush olyapti. Oldi g'ildiragi ham, orqasi ham kattasini aytibman. Kattasi, oldi g'ildiragi kichkinasi ham bo'ladi. U kichkinasi bizda 45 ming, kattasi 55 ming. Komplektida hamma narsasi bor. O'shani bizda 55 ming, boshqa joyda 70 ming, 75 mingga sizlar olyapsizlarda. O aka zo'r bo'ldi, juda arzon berdingiz deb xursand bo'lib yana maqtab ketyapsizlar. Gap unda emas, boshqa narsa hozir ko'rsatmoqchi edik. Bizda mana ekskavatorlarimiz apparat motor bo'lar, mexanika korobka, avtomat korobka bormi desalaring, zut olib kelamiz. 40 mingdan, boshqa joydan sizlar 52 mingdan, 50 mingni olib xursand bo'lib arzon oldim deb yuribsizlar. Xuddi o'sha bizda 40 ming. Nima, komplektida unda ham 3 xil kovush, gidromolat, hamma narsasi bor. O'sha zutda ham apparat motor bo'ladi, yanmar bo'ladi. O'sha yaponskiy yanmar deb maqtaydiganlaring bo'ladi. Buning narxi 38 ming deganimizda kimdir bitta chala aqlli kommentariyaga yozibdi. 36,5 dan boshqa joyda borki, o'sha boshqa joyda nalichida yo'q. Endi men qayerdaligini aytmay qo'yaveray. O'sha boshqa joyda qani endi men bekorga aytmayman, O'zbekistonda biz nomer deymiz narx bo'yicha deb biz 35 mingga ham olib kelib beramiz agar pod zakaz bo'lsa. Ularda pod zakaz shu narx 36,5. Qani kim bera oladi? Mana shuni 75 taligini ham 85 taligini ham 35 ga olib kelib beramiz. Kim qaysi sotuvchi mana shu narxda bera oladi? Misol sizlar kommentariyada yozaverasizlarda 36,5 deyapti-ku deb. Analichida yo'q ularda. Pod zakaz shu narxga olib kelib beradi. Biz pod zakaz biz ham mana 35 ga olib kelib beramiz. Undan ham arzon. Любой joyga solishtiringlar. Sizlar kelyapsizlarda hech qayerda surishtirmay birinchi uchraganda olib ketyapsizlar. Qanchaga qimmat olganlaringni po faktu keltirib beryapman. Katta ekskavatorlarimiz ham bor. 130 talik nalichida bor. Ana undaqa stop startda zavod bo'ladi. Silindri 2 talik. Xolasalaring kreditga ham qilamiz. Kreditga oyiga qancha bo'ladi, grafik deb bizdan so'ramanglar. Sababi bankdan so'raysizlar. Bank uni boshlang'ich to'lov ko'p yo kamligiga qarab chiqarib beradi. Bankdan kredit olishingizda biz yordam beramiz. Ya'ni qanaqa hujjatlar to'g'ri qilish kerakligini o'rgatamiz. Qanaqa hujjatlar qilinish kerakligini hammasini o'rgatamiz. Lizingni tavsiya bermaymiz. Lizingda sizga 18% deydi. 100 million lizing olsangiz 18 million qo'shiladi 1 yilga. Nimada bankda 26% deydi. Faktiski 100 million kredit olsangiz 26% ni yarmi qo'shiladi. Ya'ni 13 million qo'shiladi. 26% degani bilan nimaga unda 2 xil chiqadi desangiz, misol 100 million oldingiz, birinchi oy 10 million to'ladingiz, bankda ikkinchi oyda 90 milliondan kredit foiz chiqadi. Qoldiq summadan. Lizingda общий o'sha hamma summadan 100 milliondan chiqadi. Misol 5 oyda 10 milliondan 50 million to'ladingizmi, 50 million qoldi. 50 milliondan foiz chiqmaydi-da sizda. Lizingda o'sha 100 milliondan chiqaveradi har oy. O'shaning hisobiga siz 18% ekan, arzon ekan deb o'ylaysiz. Ikkalasini grafikini olib solishtirganda bankda yana ustunlik tomoni texnika nomingizda turadi. O'sha tomonlama to'g'ri, bankdan kredit olish qiyin jarayon kechadi, lekin o'sha narsaga arziydi. Pulida juda katta raznica bo'lib ketadi. Qo'shimcha to'lovda. Keyin yana bitta narsa, lizingda siz 6 oyda yopmoqchi bo'lsangiz ham, 1 oydan keyin yopmoqchi bo'lsangiz ham, misol 3 yilga deb oldingizmi, kamida 1 yillikni foizini berasiz. Misol 3 oyda yopsangiz ham. Bankda unaqa emas. Bankda misol 1 yilda yopdingizmi yo 6 oyda yopdingizmi, o'sha foydalangan muddatingizda foizini berasiz, bo'ldi. Любой payt yopsangiz bo'ladi. Qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'lsa murojaat qilasizlar. Любой texnika, bu bizda bor texnikalardan tashqari ham O'zbekistonda hamma joydan mana bizni kuzatib boruvchilar любой texnikani, maxsus texnikani, ekskavator, pogrushik,
pogrushik qanaqasidan bo'lishidan qat'iy nazar zakaz qilsalaring sizlar ko'rsatgan narxdan ancha arzoniga olib kelib beramiz. Misol 1 oy, 1,5 oy, 2 oyga cho'zilib ketsa ham kutganlaringga arziydi. Boshqa joydan razницасini ko'rsatdik sizlarga. Bitta Gentra'ning puli farq qilib ketyapti. Mana bunaqa katta ekskavatorlarda 10 ming, 20 ming farq qilib ketadi. Mana misol o'zlaring sinash uchun OLX ga kiringlarda, OLX dan ekskavator pogrushik deb yozinglar. Shu JCB ga o'xshaydigani, bizda ham o'sha orqasida gidromolot taqiladi, teleskopichskiy chiqadigan strela. Keyin qo'shimcha transheyni kovushlari ham bor. Oldi ham chelusnoy ochilib yopiladi nimasi. Uchiga karani vilkasi ham taqiladi. Kovushasi o'sha oldi orqa g'ildirak teng, katta ikkalasi ham demoqchiman. Keyin krabovoy xodlari bor. Ikkita balon ikki tomonga ham aylanadi, ikkita balon bir tomonga ham aylanadi. Shunaqa funksiyalari ham shu JCB da qanaqa funksiya bo'lsa 100% hamma funksiyasi bor. 55 ming. Lekin sizlar misol 55 mingiz gideta 600-650 million bo'lasizlar. 850 millionga olib yana xursand bo'lib yursizlar, mana arzon oldim deb. Shunaqa aka, qaranglar, kuzatib boringlar. Kuzatib borganda biz misol sizlarga 10 ming dollar, 20 ming dollarda qanday topishni o'rgatmaymiz, to'g'ri, lekin qanday ekonom qilib qolishni o'rgatamiz. Hech qaysi sotuvchi, hech qaysi avtosalon sizlarga bu narsani aytmaydi. O'ziga ziyon bo'ladigan narsalar sizlarga hech qachon aytmaydi. Bizni kuzatib boring. Aziz Ekskavator kanali O'zbekistonda nomer 1 narx bo'yicha любой joyga solishtiramiz. Agar bir ikkita sotuvchilarda samneniya bo'lib qolsa, yo bizda ham arzon desa, kesin mana yonimizga keladida birga video chiqaramiz. Ular o'zlarini texnikalarini aytib, biz o'zimiznikini. 35 mingdan mini ekskavator mana bor. Olib beramiz. Pod zakaz. Nalichida o'sha 38 o'zim aytgan narximiz, ikkita kovush adapteri bilan. Transheyni kovush, nima gidromolot bilan planirovочный kovush ham bormi desalaringiz bor, u alohida hisoblanadi. Shu hammaga sog'lik, salomatlik, charchamanglar, sog' bo'linglar.